Janoza, og'ir judolik. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roligimiz ostiga bir dona like tugmachasini bosib qoldiring. Qozog'istonlik mashhur aktyor Raketa filmi orqali tanilgan Murat Bisenbek 8-yanvar kuni og'ir xastalikdan so'ng 54 yoshda hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda uning qizi Diana Bulatova o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Diana Bulatova jismoniy ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida otasining tug'ilgan va vafot etgan sanalarini qayd etilgan oq-qora suratini joylashtirib, unga cheksiz yaxshi ko'rib qolaman deya izoh qoldirgan. Ma'lum bo'lishicha, Murat Bisenbek bir necha yildan buyon oshqozon osti bezi saratoni bilan kurashib kelgan. So'nggi paytlarda uning sog'lig'ini yanada og'irlashgan, yaqinda esa insultni ham boshidan kechirgan. Avvalroq Diana Instagramda kasalxona palatasida otasi bilan tushgan bir necha oilaviy suratlarni ham ulashgan edi. Ushbu postlar ostida aktyorning muxlislari uni qo'llab-quvvatlab, sog'ayib ketishi uchun eng ezgu tilaklari va duolarini yo'llagan edilar. Murat Bisenbek ijodiy faoliyati davomida Bo'ri izi, Aka-ukalar, Afsonalar kitobi, Sirli o'rmon, Butun dunyo oyoqlarining ostida kabi o'nlab film va ssenariylarda ishtirok etgan. Shuningdek, u To'maris nomli tarixiy filmda bosh rollarni ijrochisi etib tayinlangan. Tender komediyasi hamda Botirlar dramasida suratga tushgan. Bundan tashqari, Bisenbek Rossiyada suratga olingan 13-klinika fantastik serialida ham ishtirok etgan. Aktyor aynan Raketa filmidagi roli orqali mashhurlikka erishgan deyiladi xabarlarda.